Hozirgi kunda shov-shuvga sabab bo'lgan yangi trenddagi do'ppicha nomli taomni siz ham eshitdingizmi? Men eshitib, juda ham qiziqdim va retseptini qidirib topdim. Lekin juda ham afsuslandim. Sababini video oxirida aytaman. Siz esa bittagina qizil yurakchani bosib qo'ying, ko'nglim ko'tariladi-da. Lahm mol go'shtini yuvib yupqa qilib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, parrak qilib to'g'rab olamiz. Marinovka qilish uchun kattaroq tavarachaga solamiz. Yog' va soya solamiz. Soya go'shtni yanada yumshatib beradi. Tuz, paprika, zira xohishga ko'ra xohlagan ziravorlarni solib, go'shtni yaxshilab aralashtiramiz. Qizigan tovaga go'shtni solib, qovurishda davom etamiz. Go'shtni suvi chiqqandan so'ng tandir nonni qo'yamizda, ikki tarafini go'shtni suviga botirib olamiz. Voy, buni mazasini sizlarga ta'riflashga tilojiz. Nonlarni har ikki tarafiga paprika va kashnish sepib chiqamiz. Yog'ni yaxshilab qizdirib, nonlarni har ikki tarafini qovurib olamiz. Qovurilgan nonning mazasi buncha ham shirin bo'lmasa, bay. Endi nonlarni uchburchak shaklda to'g'rab olamiz. Endi taomni eng asosiy joyi pomidorlarni uchburchak qilib, katta qilib to'g'rab olamiz. Qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Qovurilgan go'shtni suvi bilan birga pomidorni ustiga solib, 3-4 daqiqa baland olovda qovurib olamiz. Bunday mazali, ko'rinishi ham antiqa bo'lgan taomni nega avvalroq tayyorlamaganimga afsuslandim. Agar sizga ham retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.